Ushbu loyiha Toshkent viloyati Mikrokredit bank, Keles BXO hamda Toshkent viloyati Toshkent tumani Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 1844-sonli konturga asosan yer maydonimizga kartoshka mahsulotlari ekilgan. Ushbu yer maydonimiz 10 gektarni, ya'ni uzunligi 1000 metr, bo'yi esa 100 metrni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinib kelinmoqda. Hozirda kartoshka mahsulotlarimiz rivojlanish jarayonida. Ekinimiz yetishtirish 130-150 kun davomiyligida bo'ladi. Bu jarayonda ekin sug'oriladi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 16 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 38 sotixdan maydon to'g'ri keladi. Ushbu loyihalarni samarali amalga oshirish uchun Sardor yashil dalalari, MChJ va Istiqbol kooperativi ishlab chiqarilishi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, umumiy miqdorda esa 190 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kattalashtirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.